uy remont qilayotganinglarda smesителga uchastka chiqarsanglar, agar sizlar masalan наружный smesitel qilayotgan bo'lsanglar, yerdan boshlab uchastka sentrigacha yer deganda e, poliyla emas, dushovoy yeri. Agar sizlar yerdan yana kafel tersanglar, o'sha kafelni ham hisobini olgan holda, hop, 95 santimetrdan boshlab 1.10 gacha qo'yishni tavsiya beramiz, aynan mana shu shastikka. Bu shastik turadigan joyi yerdan, mana bu dushovoy ichidagi yerdan, ya'ni bitgan holidan hisoblanishi kerak bo'ladi. Shunda sizlarga bu nima beradi? Buni qo'yganlardan keyin tepadagi dushi, ya'ni katta trapetskiy dushi yuvayotgan paytinglar udobniy bo'ladi, boshingizga yaqin bo'lib qolmaydi. Hop. Keyin agar buni baland qo'yib oladigan bo'lsangiz, ya'ni 1.20, 1.30 qo'yib olsanglar, his yo'q. Buni pasaytirsa bo'ladi. Lekin bitta minus tomoni, jo'mragidan tushayotgan suv sachrab ketadi hamma yoqqa. Suv qancha balanddan tushgan sari suv sachrashi shuncha ko'payadi. Shuni hisobga olgan holda 95 santimetrdan 1.10 gacha qo'yishni maslahat beramiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, uyingizda qurilish olib borayotgan yoki ustakalarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar.